Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar, sizlar bilan har doimgidek Baxtiyor Xudoyorganov. Mana bugun biz yana Matiz loyihamizni navbatdagi qismini olish uchun professional ustalarimiz yoqqa keldik. Xudo xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab turavinglar. Hozir men sizlarga bir yaxshidan chiroyli qilib ko'rsatib o'taman. No ishlatildi, nechik bo'ldi, zubori nechik bo'lib turibdi. Hammasi haqida batafsil ma'lumot berib boraman do'stlar. Asa ketdik. Xudo xolasa bilasizlar, biz Tochaqni legenda bu, trassani qiroli deb aytiladi. Cobalt ustalarimiz albatta ekan. Gulchi ko'chasi 67-uy. Yana xudo xolasa hamma o'zlari taxlab boshlabdilar. Biz ham Matizimiz ichidan chiqqan narsalar ular. Oppoqdagi içinde qavaqlashib yotgan mana buni. Tak. Chexoli 2 metr tovar, to'y gezer. G'oli, kiyim-kechakli har xil turda dublonkeli, ideal. Bundan bir kiyimlayapti. Tak. Bundan tashqari mashina o'zining chexoli, xudo xolasa. Harman usta işler bilen. G'arasa bastı. Hemmilerin bu da taşap su var. Paket maşını iş ettiniz ey. Ne küllere salt taşadınız mı? Yine dostlar. Maşinimiz xudo xolasa goli bir içine atır. Vay peslerini kopar taşaptılar. İçinde detalı kamaptık bunu. Hava. Bunu her bir detalı altına denk bilesiz ha. Hava. Xudo xolasa. Yine görüşeceğiz mümkün. Zakonlu volip tuttu. Yine metallari hamma o'zi. Oshib kelan yechilgan, bufetlar yechilgan, porlar yechilgan o'zi. Torpeda qarak qoldi. Torpeda qarak qoldi şimdi. Noda turibdi kan. Do'stlar, kommentda yozib qoldiringlar. Taxminan necha million pul ketadi deb o'ylab turibsizlar. Matiz loyihamizga. Oho. İnan. Hayattan xafa bo'lib yotibdi-ku bu. Yine. Bu oyoq antenda narsa ekan bu. Gilami. Mana gilami tushunmadim men bu. Sidine ahvolga qaranglar. Noda bo'lsa taza sidine bosib beramizmi? Oshib kelar qaranglar. Oshib kelar onda batdi bu. Tak. Bufetler ona battı. Eldeki bufet arkangi bufetleri. Bunda parlar. Eldeki fara arkangi stop para. Mahara. Detalları. Kovrik. Eldeki sidinesi. Nesini. Hem möce. Cüdiyen ve çenlerle ahvalda. Yine bir narsani hatip o'tamiz do'stlar. Buni yozib qoldiringlar. Tuning etamizmi yo чистый заводской salondan chiqqan etamizmi shu mashina. Yine hozirgi avvalgi ahvoli. Yomon qo'rqib turibman men bu mashinadan. Juda ham ko'p pullar chiqib ketadi menga endi. Beli buklanmagan Benjamin Franklindan ham pullar chiqib ketadi. Doğru mu usta? Kıydan mündürüp mü bizden Tochaq? Yok he. Yine. Tabii daha bu etemiz işlerini yuvamız. Daha başlayayım yine. Yamandan tapar maşın bilesizmi? Canı demir maşın. Hele şu dursundan yine heydi mendize yine oynuyordu. Şu duruşunda. Şu dursundan. Ya bana taza hayat beremiz bunu. Salondan çıkan etmesek bulmaydı bunu. Şu derecede düzeyelim ona. Xudo xolasa niçik renk etemiz dostlar, niçik diskeler koyuladı, niçik neler boladı, niçik apışıp gele, iç salon niçik boladı. Ulanı görüp baracak olsanız da pasiyenli şu videoroliklerimizni ahırnaça görüp baracağını soruyumuz. Dım yama iş oturup dağıdı. Usta Xudo xolasa buni
no detallari, no narsalari almashadi deb o'ylab tursiz? Mana shu bo'sag'analarni qo'yamiz. Eshiklarini ko'ramiz. Qaysidir bir eshikka bo'lsa, bo'ladiganini qoldiramiz, qolganini almashtiramiz. Arka krellar, kalemlar, arka fartuklar almashadi. Arka kapotni qo'yamiz, polygon ko'rinib turibdi. Keyin detal, yaramaydigan detallarni olib tashlaymiz, yaraydiganini qoldiramiz. Endi hamma narsani pulni rasxot etib tashlab ekan bo'lmaydi. İmkoniyat darajasida bo'ladiganini bo'ldiramiz, bo'lmaydiganini olib tashlaymiz, qo'yamiz. Ayrim ustalar borda, masalan, shu detalni yaraydigan yeri borku, to'g'rimi? Shu ozgina yon payg'am bo'lsa, uni chiqarmay turib, ishondan kesib tashlaymiz, ishi detalni kelasiz deb turib oladi-da. Endi u nima deyman? Shuning uchun yaraydigan yaratib berasiz-da. Mana shu narsa. O narsa kimnidir mashinani boshqa bir odam urib qo'ysa, shunda mashina toza bo'ladigan bo'lsa, shtobi masalan kreldagi ish urilsa, shpakulovkalanadi. Ba'zi bir o'zi yengilgan narsani to'g'rilasang, ozgina ko'p shpak. Shuni maqsadida shpakulov ko'rdirmaslik uchun o'zi toza mashina, toza detal qo'ydiradi. Ustaning ishi emas u. Ikki klientning arasındagi kelishuv. Masalan, necha tip desa shuni tip berasiz. Klient tozani qo'yib berdesa, usta bu yerda ish ko'radi. Shpakulovka surataveradi, o'zini ham zo'taveradi, tozaga ham qo'yadi. Bu yerda u faqat qilgan mehnatini pulni oladi. Ko'p odamlar klientni shu gapini deb ustani odi yomon bo'ladi. Ustada giring yo'q. Usta bo'ladi desa bo'ladi, bo'lmaydi desa bo'lmaydi. Misol so'raydilar, shu yaratib berib bilasizmi deydi. Yaratib beraman desa bo'ldi. Yaratish kerak emas bu narsani. Usta tozani qo'y deb agar aytadigan bo'lsa, tozani qo'y. Agar tozani qo'y desa, tozani qo'yasiz. Yarat desa, yaratasiz. Ha, shunday bo'ladi. Kommentda yana bir savol tushibdi. Ustamiz bu yerda no ishlar bilan bo'ladi, vakuumlik ishlarni aytib bilaman, miyatini chiqarib bilaman debdi. Nechta ishlarni ko'rsatasiz servisda o'zi? Polni shu mashinaning kuzovi uchun no ish bo'lsa emas qilinadi. Libo, follirovka, keramika ham bo'ladi. Hammasi. Ularni ham aytib beraverasizlar. Miyatini vakuumlik ishlari miyada juda uni chaqqa-chuqqalarni ichib qoladi. Kosmetika ishlari bormi? Xudo xolasa. Hisob. Shu kuzovlik sistema no ish bo'lsa kelaverasizlar, to'g'rimi? Nomerini qoldirmaysiz, kommentariyada birinchi opisaniyada. Yine do'stlar, zatu balonu toza dedik-ku, yine. Zatu balonu toza. Deb quvontirib o'tmay o'zim bilmayman. Xudo xolasa taxlaga boraveramiz yine. Motorni gap yo'q do'stlar, motorini izlatamiz, zag'onni deb taxlab beribdi, hadoviy motor sistemasini. Elektronika bo'yicha necha gap so'z yo'qmi? Oxirda bo'ladi endi. Oxirda elektronika yo'llari bo'ladi. Yine. Qanday? Maqtaymi? Kommentda yozib qoldiraverasizlar. Chotki nishik bo'lishi kerak, nishitamiz. Buni yaratib bilamizmi, ona? Ha, o'zi asrana. Yurtamadim. Hop. Nishik oldu? Xafa bo'ldim. Bu yoqimdan dedim bakalım. Xafa bo'ldim yani go'zalim. Yaldiratamiz bunu. O radyosu var onda. Gördünüz mi? Usta yılını çeken bunu oydu. Yılından netmepmiz? Yıl 2004-yıl bu. 2004-yıl. Yine olsa. Hele apası öpmeyen kız diyeyim olardı bayağı. Xudo xolasa. Estakkan adam maşının sizlere dişte verekinden aylantirib görsətdi bilgenim sebebi. Yine bu ustamız neşe tep taklid eken bunu ben şu an hayran bo'libman da. Ben doğrusu ekip bu darandeletin bara metalama parp tapşırdı vataradım. Ağa şunda taklap beramen de turttu. Delsi James Ott'tan da çıkarmıyla da turttu. Şunun için videoroliklerimiz ahırnaça göre bir like'larını basıp kommentte öz şahsi fikirlerini yazıp kaldırınlar. Aytkanım Muhammed'in de aynı olma var eken. Ustamızın profesyonel usta yard taşıdı, bölüp taşıdı da tuttular. Xudo xolasa işlerini görüp barsaqlar. Ustamız hakkında mı şahsi fikirlerinizi yazıp kaldıraverasizlar. Usta negatif bo'lsam xafa bo'lmaysizmi axir? Uam gerek. Uam gerek. Ne deydi u? Usta düşman usta bo'lam ya. Yo'q. Gadan düşman gada bo'ladi degan gap baqa. Yo'q. Biz ustan düşman usta bo'lmaydi. Ustan düşman usta bo'lmaydi. Biz hamma ustalar bilan zo'rmiz, Xudoga shukr. Hech qanday bir dinamiz yo'q. Lishni gap so'zimiz ustalar bilan.
Yine dostlar, bunda qalasa proyektimiz işinin derecede o'ttiribdi. O'ylaymiz ki sizlarga yaqinda manfaatli videorolik o'ttiribdi. Oxirida rasxodni aytamiz, to'g'rimi? Bitti finalda. Yazıp paramız ama her bir etilgen işini yazıp paramız. Yozib boramiz-da. Endi bu proyektni boshlashdan oldin ko'p narsalarni o'ylab ko'rdim. Masalan, har xil insonlar bo'ladi-ku. Endi birov boy bo'ladi, birov kambag'al bo'ladi, birov bizning xavoskor bo'ladi. To'g'rimi? Bizlar ham boshda men o'zim Damas'ta boshlaganman. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz Matizda boshlagan, haydashdan Matiz olib haydashni boshlaganlar shundan non topganlar, tahsil qilganlar. Endi xudo xolasa bunga ketgan rasxodlarni hamma narsalarni ko'rsatib taxlab borsak, ertang bir gün yağı kambag'alni bolasam, shu ishning sostaniyada Matizlarni arzara qolib, keyin yasatib, chiroylatib, akkuratdan kulturnetib mini birisidan necha so'm pul ketayotganini ko'rsatib beramiz-da. Bo'ladimi? Bo'ladi. Yine dostlar, işinin proyektimizin şunun maqsadlari ham bor-da, ko'rsaniz mumkin. Nafaqat hozir endi açıklanis mümkün, hava Matiz alıp mine de hazırga bağlı, bu değişleniz mümkün dostlar. Köpçülüğe şu Matiz maşinimiz ham Erman'dan, şimdi maşinin bosadı deb havas etadi. Ya velosipedchi mastakilchiga qarab turib, bir mastakilim bosadı deganning gap tabi, etap boraveradilar. Keyin tunigida birsi yozibdi, bu Cobalt alsam ya Nexia 2 alsam bo'lmasmaydi proyektda, Matiz ham olasanmi debdilar. Matizni dostlar bilgan biladi. Xudo xolasa Matizdan keyingi proyektlarimizda boshqa mashinalarni ham chiqarib boraveramiz, to'g'rimi? O qiziq emas-ku, nov mashina olish. Masalan, kimdir Matiz oladi, kimdir Jiguli oladi. To'g'ri. Kimdir Lacetti oladi. Ha. Ko'rsatib boraveramiz. Endi shu haqacha biz ko'rsatmayapmiz. Bundan oldin ko'p mashinalar ishlaganmiz. Mali bu Captiva'larcha ishlaganmiz. Zo'r proyektlar bo'lgandan просто video syomka etmayapmiz. Dostlar, avtokuzov remont deb yazsangiz Instagramda chiqadi. Etilgan ishlarni ko'rib borishingiz mumkin. Etilgan ishlarni rasmlarini tashlab beraman. Videoga qo'yib borasiz. Bo'ldi, eski jarayoni, yangi jarayoni ishlanishi, etap rasmlarda video syomkalar ham bo'lishi mumkin. Bu rasmlari ko'p. Etgan ishlarni tashlab beraman, ko'rsatasiz. Bu ustalarning o'zi qo'lna deymaydi dostlar. Bu proyektdan boshlashimizda o'zi bir oy eldan olib qo'yadik mashinani. Ko'p bo'ldi. Ko'p vaqt bo'ldi. Og'aqistonman chop ketib chiqarasimma dedi. Yaxshi bilan surilib keldi bu xudo xolasa. Xudo xolasa endi puri shu mashinaning ustida shug'ullanamiz. Boshqa ish qilmaymiz. Muhammad ustamiz ham dostlar zo'rg'a ko'ndirib bir 3-4 yildan beri aytaman, to'g'rimi? Bir loyiha aytayli, boshqa aytayli, yo'q dedi, qo'ysan saqman reklama ham kerakmi dedi, boshqasam o'zi ishim boshimdan oshib yotibdi dedi, unga gaplar bilish kerak, tushuntirib bilish kerak, har bir jarayonni ko'rsatib bilish kerak dedi. Oxiri ko'ndirdim mana. Yine duruz. Assalomu alaykum do'stlar. Muhammad Bas deb komment yozib qoldinglar. Bosaveradi xudo xolasa. Har bir jarayonni ko'rsatib boraman. Nima deymiz? Shu bilan Matiz loyihamizni ikkinchi qismini yakunlaymiz. Sog'lom, salomat bo'linglar. Akkumulyator o'tirib qolibdi. Turaver. Men bunda Muhammad og'am egasi. Sağlıklı. Quvondiq usta. İşlerin yaxshimi? Shavotda nomer adim. Voy. Xudo xolasa ko'rib boraverasizlar do'stlar. Esa quzilpiq ishlaringiz bo'lsa, miyatinami yo bo'lmasa vakuum, polirovka, keramika, liboy narsani do'stlar taxlab beradilar bu yerda. Mazmunni aytib o'tdik do'stlar. Kelaverasizlar.